Hurmatli kuzatuvchilar, Xorazm viloyati ko'p tarmoqli shifoxonamizga biz shuga keldik, ukamizni ko'rmagan ham. Olmagan propiska chaqamiz ukamizni ko'rmaya keldik. Xulosa nasib etsa, qo'ldan yordam berib telefon nomerlarini qoldiramiz. Uzoqlashmanglar, doktorlarga suhbatlashib boramiz. Xudosi nasib etsa, keldik barchaga. Xudosi nasib etsa, men bu yoq bilan keldik bilan kesak suvda chu. Nasib etsa, hozir suhbatlashamiz kasallar. Server Bey 10 yıldan beri şu bizani gastroenteroloji bölümünde davalanadı. Vilayet Köptermark Tibbiyat Merkezi'ne. Şimdi bizde bu ülkemize her zamanlama davalanış yollarını, davalanış metodlarını hemmesini düşündürdük. Yine köp tarifleme yerden kılıp tuttular. Kesildik ko'rmaya keldik. Mana okay, ahvoling yaxshimi? Havola turibmi? Tamam, uyga borib, больницаlarga kelib, telefonda xabarlashib turibdilar, duo qilib turibdilar, qo'ldan kelgancha yordam etib turibdilar. Rahmat xalqimizga. Qo'ldan kelsa yordam etinglar, shu bolaga telefon nomerlarini qoldiramiz. Haydi so'ylaver. Endi ko'pchilik insonlarimiz bu insonni uynadan Sarvarbekni uynadan borib turib ihson qilib turibdi. U degani masalan puli oshib ketgandan yoki bu insondan qarzi yo'q. Shunchaki Xudo yo'lina borib turib, qo'lidan kelgancha yaxshi insonlarimiz borib turib, ihson qilib turibdi, uynacha borib turibdi, qo'lidan kelmay ihson qila olmaydigan insonlar duo qilib turibdi. Ana shu uchun ishtamiz. Hozir bizlar birlashadigan paytdamiz akalar. Shunday narsa bo'lish kerak. Bir-birimizga qandaydir yaxshi kunimiz bo'ladimi, yomon kunimiz bo'ladimi, ana shu bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bizlar to'g'risidan yaxshilik yo'lindaman deb umid qilamiz bizlar. Ana shu ukamiz sog'ayib ketsa, qaysidir insonning bir oilasina bir manfaatli bir yigit bo'lib turib, katta bo'lsa, voyaga yetsa, o'zlarimiz ham xursandmiz va O'zbekiston Respublikasidagi har bir fuqaro xursand bo'ladi deb umid qilamiz. To'g'risidan qo'lingizdan kelgancha kimlardadir xayr ehsoni bo'lsa, shular bo'lsa, albatta telefon nomerlariga telefon qiladi, albatta karta nomerlarini aytadi. Bitta insonning hayoti sizlarga qarab turibdi. Kelinglar, qo'lingizdan kelsa, ozg'anagina yordam qilinglar. Agar u narsa qo'lingizdan kelmasa, albatta duo qilinglar. Bizlar shuni so'raymiz.